Hozir men sizlarga Tanshi korporatsiyasini kalsiysini eksperiment yo'lida shuni ko'rsatib bermoqchiman. Ikkita stakanchik olib, ularga bir xil miqdorda suv quyamiz. Mana. Endi kalsiy tabletkasi. Biz bu kalsiylarni yeb katta bo'lganmiz. Shu kalsiy tabletkasini olamiz va uni suvga solamiz. Ya'ni buni ichamiz deganimizda endi bu, ha? Ya'ni iste'mol qilamiz. Mana bu kalsiy. Biz suvga soldik. Aylantiryapmiz, lekin u kalsiy nima bo'lib turibdi? Suvning tagida cho'kib turibdi. Endi Tanshi korporatsiyasi kalsiysini olamizda shunchaki suvga solamiz. Anchaginasini. Lekin bu suvda darhol erib ketadi. Hech qanday o'zidan cho'kma hosil qilmaydi, o'rtoqlar. Mana, hech qanday cho'kmasi yo'q. U erib ketdi. Lekin bu kalsiy nima bo'ldi? Erimasdan turibdi. Qaysiki mahsulot suvda 100% erir ekan, inson iste'mol qilganda hujayramiz faqat suvda erigan mahsulotnigina qabul qila oladi. Endi biz har ikkisiga 5 tomchidan yod tomizamiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qani qanaqa jarayon ketadi, kuzatamiz. Hozir mana shu hali o'zi erib ulgurmagan. Mana shu glyukonat kalsiy. Mana hali erimayapti, biz aylantiryapmiz ham, bu hali eriyotgani yo'q. Lekin yodni ham nima qilyapti? Yo'qotmayapti. O'zi ham erigani yo'q. Tanshi korporatsiyasi kalsiysini aylantiramiz, ko'z o'ngimizda. Nima bo'ldi? Yoddan asar ham qolmadi. Chunki inson tanasiga tushgandan keyin bu ionlashgan kalsiy sirazi pHni normaga olib keladi. Ya'ni ishqoriy muhitni, vodorod potensialini 7.4 ga olib keldi. Hamda bu tanani ham tozalovchi, ham to'ldiruvchi xususiyatlari bilan tanani tozalab to'ldirishga ega. Mana Tanshi kalsiysi. İşletken kalsiyimizni